yar yavran başımda yok kanaç kam taşıyor Minden bir yaşana bulmağa yana yar yavran Gördün ayar mıyım bir üstün yağdır sefer hat üstüne yar yavran Yeşak keremler şahit En tut yaman yaşını
açken ayağısız bir gecim Yüzeyilgem kıl Şüşüm yanavray Ol savruna şav üstüne Ol savruna şav üstüne Vahni belana gür bilmedim Vahni belana gür bilmedim İyidir bana karşı yüzün İyidir bana karşı yüzün Kim bilmeseler den saldık Kim bir nezerden saldık Canım arana karşı yüzüm Canım arana karşı yüzüm İki kırana karşı yüzüne yar yavrana Nedir yüzür Lalın arana şiir süzü Amin triyek öldürür Anaylap yapana Kaş yüzüne Yavr yavrana Kaşı yüzün İdavdı denen Davda inesen İrmez canına
yüzüne yar yavrana kirlebimden avcakı tesmin kaçanan bir kim arayır olturdu bir ima okuyup olturdu bir ima okuyup ve kaç yana kavşı yüzün ve kaç yana kavşı yüzüne yaşananlara Yetişim şerdiydi nail aşk ettim yalğızlık karda kaldırır seni Yetişim şerdiydi nail aşk ettim yalğızlık karda kaldırır seni Şulma yüz gözlerge Yağmurar indi Kul digen azabının boyu vayine Kul digen azabının boyu vayine Demler hem de min küzgü şişe Dike turgan küldiyik yüdüşgette yanınar Hoş demler hem de min küzgü şişe Dike turgan küldiyik yüdüşgette yanınar Bir peytler baktından şehadet bir genen Bul kişine yıldızlar aras ve bigar Bul kişine yıldızlar aras ve bigar Yastığı sızmasın diye dırsan şığını Saz verin ikiye kurup yüresen Yastığı sızmasın diye Dırsan şığını Gülüm cümük şezem hazır ginemeyen Oturdun gülüm
takip eder seni çülme yüzlüge ayağını tün bilen yalgız kaldırma günahlar içinde en ağır günah günahlar içinde en ağır günah Gece akşam felakten ay bozavrum baktandana Zühra yıldız mütren Karahandan atkandana Kalbimde bir mayışlık Sakinlik adgenden Ben seni izgeldim Birinci muhabbetim İstem hayal kataldım Birinci muhabbetim Öktü yaşlık zavuk bilen Geldi bağlan bilen Yahıda yaşı bilen Yahıda yanam bilen Ayram düştük ben senin kalbine iman bilen perva kılmadım evvel birinci muhabbetim İstem hayal kataldım Birinci muhabbetim Yolun yukarısı Muhabbetke suyam canına Gussege bosse ağdanım Muhabbetke suyam canına Şarasız görse ağdanım Muhabbetke süyengen Men kimge süyengeyim Birinci muhabbetim
hamisha bir isga sirgan nechun bilmadim avval birinchi muhabbatim eslab faqat yig'layman birinchi muhabbatim men kimga suyanayman birinchi muhabbatim ne gurbetlerini çektim şarkı bir dünya destin diyen tamamı kanavnum boldu şün berbav destin diyen mudam mavtemde buldum bulmadım dilşav destin diyen hemen bana olur diye olmadığım avbav destin diyen kimin her kayına varsam davdi tener mende av destin diyen olmadığım avbav destin diyen kimin her kayına varsam davdi tener mende destin diyen çemende bülbülü bir havlumen meneş yanım misalı şu stigmay raunanar demek yavrum azizimden juda
İlahi sen yürüyemez yolunda hasta meşerine hemen bana odur diye olmadım hava dastım diye kimin her kayına varsam Davdi dermen de o dastım diye Mübarek toy mübarek toylarınız mübarek bugün şedyana kündür yaxşı günler mübarek bugün şedyana kündür yaxşı günler mübarek amma hursan toy desen mimarlar kutlar kirsen amma hursan toy desen mimarlar kutlar kirsene başı yeder asmanlar yemiş gün değilsene başı yeter asmanlar yemiş gün değilsene mübarek toy mübarek toylarınız mübarek olsun toyunuz, yaşını duyunuz. Kutlu olsun toyunuz, yaşını duyunuz. Devran sürüp yürüyünüz, toylarınız mübarek. Devran sürüp yürüyünüz, toylarınız mübarek. Mübarek toy mübarek. Toylarınız mübarek bugün şedyana gündür yaxşı günlerine mübarek Yetmek mümkün dünyada ne var? Zafer mudam senga yar yürek. El mehriga lekin sazovor bulmak uchun ne etmek gerek? El mehriga yetmaklik uchun shart emasken bulmak nishondor.
el mehriga bu ko'hna ochun ne shoxlarni aylamagan zor. Anglasin bu hikmatni har kim. İskenderdir, shohmi yoq shohmisan yo qul, mushkul emas dunyoni olmoq, el mehriga yetmoqlik mushkul. Elning mehri abadiy davruq, el mehriga yetadi har kim. El boshiga chiqib emas yo'q, elni boshga ko'tarib do'stim. Assalomu alaykum. Elimizning iftixori, yurtga, butun O'zbekistonimizga ardoqli olmuş bir ajoyib bobo dehqon Aminbek aka Vapayoshning 70 yoshlik tavallud ayyomini muborakbod qilib kelgan aziz qadrdon mehmonlar, uzoq yaqindan kelmish jonajonlar, ana shu elimizni, Xorazmimizni, O'zbekistonimizning gullab yashnashi yo'lida fidokorona mehnat qilib elni ardog'ina sazovor bo'lib yurmish aziz dil egalari, xush kelibsizlar. Mana bugun elga, yurtga manzur, hammamiz uchun ham ibratli bir hayot yo'llarini bosib o'ta olgan inson Aminbek akamiz 70 yoshga to'lib qoptilar. Shunday qutlug' ayyomda Xudo qalasa bizlar bildiradigan, butun el u yurt izhor qiladigan hamma ezgu istaklar, pok niyatlar, oppoq tuyg'ular bundan keyin ham Aminbek akamiz Vapayoshning hayot yo'llarini munosib hissa bo'lib, rivoj bo'lib qo'shilaversin. Shunday qutlug' ayyomlarga hamma dil egalari go'zallikni sog'inib, shunday zavqli shavqli ayyomlarni sog'inib, chiroyli hayotlarni sog'inib, Allohning o'zida inoyatlar kutib yashar ekan, shunday muborak tolilar bugun Gurlani elimizning tolisini bitgan desak, hech yolg'oni yo'q. Chunki bu to'y faqat Aminbek Vapayoshning to'yi emas, faqat uning farzandlarining oilasining to'yi emas, butun Gurlanimizni, butun Xorazmimizni to'yi desak, hech mubolag'a emas. Kelinglar, mana shu kelmish mehmonlarga xush keldingizlar deb har bir onimizni, har bir nafasimizni Allohning o'zi shunday go'zalliklar bilan, bir ajoyib ayyomlar bilan bezab tursin deb kelmish mehmonlarga xush keldingizlar azizlar. Topganlaringiz to'ylarga, tomoshalarga, quvonchli ayyomlarga buyuraversin. Elimizning, yurtimizning sochayotgan bugungi urug'lari ming bo'lib, elimizning xirmoniga baraka qo'shsin degan niyatlar bilan yubilyarga Aminbek akamiz Vapayoshga ezgu istaklarni izhor qilib, tumanimiz hokimi Iskandar aka Qalandarovga so'z navbatini berish navbati yetdi. Marhamat hokim bu. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, ham xush kelibsizlar go'zal kunlarimizga. Haqiqatan bugun hammamizda ko'nglimiz xush. Ajoyib bir insonimiz, bizlarning faxrimiz, nafaqat gullarni, balki yurtimizni faxri bo'lgan Aminbek akamizni 70 yilligini tabriklash uchun hammamiz yig'ilib o'tiribmiz. Aminbek aka bir yoyilib yozilgan, bir hayotida ko'p narsalarga erishgan ajoyib bir inson. U kishi ko'prik ham qurgan. U kishi suv ham keltirgan. Bog' ham barpo qilib, komil farzandlarni ham tarbiyalab, ajoyib bir el yurtda hurmatga sazovor bo'lgan inson. Endi hayotda har bir narsani o'zini bir ziynati, go'zalligi bor. İnsanın go'zalligi va ziynati bu to'g'rilikdir. Shu to'g'rilik Aminbek akamda bor. Bütün hayatı davomida ko'p shogirdlarni yetishtirgan va yetishtirmoqda. Aminbek akamiz bütün hayatı davomida ezgulik qilish uchun, o'z yurtini ulug'lash uchun, o'z yurtina xizmat qilish uchun astoydil mehnat qilib yurgan aziz, hurmatli insonlardan. Endi hammalaringiz ham mana
Şu keçəni açıq deb e'lon qilishga, şu aziz insonni 70 yıllık jubiley to'yini ko'nglimiz ko'tarilib, ajoyib bir insona bir yaxshi niyatlar bildirib, şu insonni bir mehnatlari, hurmatini yana bir joyga qo'yib kelganingizdan men xursandman. Hammalaringizga yana bir bor xo'sh kelibsiz deyman. Sog' salomat bo'linglar, gullarimize ajoyib gullarda, yaxshi gullarda, hosil to'ylarında, yeni yurtimizni bir Xirmon to'ylarida kelib o'tirish nasib qilsin. Endigi so'zni hurmat bilan Botir Xudoyganich Rahimovga hurmatli gullarlik bir aziz bir insonga bersak. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, hurmatli mezbonlar. Haqiqatdan ham bugun Aminboy akamni bugün şu taklifnomani qo'lga olib, şu taklifnomani qo'lga olgan vaqtida Aminboy aka bu sanani sal tezlatmadingizmi degan bir fikr keldi. Shuning uchun Islom Alimov bilan o'tirib, maslahatlashib bizga bir yuksak bir mas'uliyat yukladilar. Eng avvalambor viloyat hokimi Islom Alimov nomidan, viloyatimizning ahli nomidan mana shu tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Umrlaringiz uzoq olsun. Bugün sizni her bir qilgan ishingiz mana shu elga, mana shu yurtga bularni daston qilib yozsam bo'lg'iday. Bugün nafaqat gullarliklar, Xorazmni hamma yeridan kelib sizni bugün tabriklab o'tiribdilar. Shuning uchun 100 yoshga kirgaysiz. Hozir aqtiqlarni so'zlashdik. Soni necha desa bilmadingiz, iloyim bilmagaysiz. Cho'liqlar necha desa cho'lashdingiz, iloyim cho'lashib o'tirgaysiz. Ey sen kimliksen deb turib her birinin atını so'rab, yeyilib yazılıb o'tirganingizni görüş daim nasip kılsın. Bugün sizni shunday mehnatingizda e'tiborga olgan holda nafaqat bir sizning shu o'tgan faoliyatingizga bir dastgoh yozib imzo chekdi Islom Alimov, balkim faxriy yorliq bilan ham yana bir bora sizni taqdim qilib mana shuni topshirishga ijozat bergaysiz. Shu yerda bir chiroyli so'zlar bor. Boshqaruv idoralarida uzoq yillik fidokorona mehnati, bilim va tajribasi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarni chuqurlashtirish jarayoniga, yosh avlod tarbiyasi, yurt tinchligi va jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun Amin Vapayev viloyat hokimligi faxriy yorligi bilan mukofotlansin deb. Bundan tashqari bütün dil so'zlari mana shunday izhor qilingan. Bugun men o'ylaymanki, shunday bir sarf hisob qiladigan kun Aminboy aka hamma mehmonlarni sovib uyga borib o'tirgandan keyin yana bir ko'zni yumib o'tgan davrga baho berasiz. Shu ko'zingizni yumganingizda ko'zingizni oldidan bog'lar keladi. Shu bog'lar bugun juda yaxshi meva berib turibdi. Eng avvalambor shu ko'chatlarni ekayotgan vaqtlaringiz, shu ko'chatlarni birinchi mevalarini o'zingiz tatigan vaqtlaringiz esingizga tushadi. Bular farzandlar, bular aqtiqlar, bular cho'g'liqlar, bular shogirdlardir. Shu bog'ingiz hech qachon so'nmasin. Shu bog'ning mevasi serhosil bo'lsin. Doim shu bog'ga kelib siz bilan shu bog'ning mevalaridan bahramand bo'lish hammamizga nasib qilsin. 100 yoshlarga kirgaysiz, sog' omon bo'laysiz. Ko'p yashang, rahmat hokimboy niyatlaringiz, tilaklaringiz uchun. Dunyoda ko'p narsa unutiladi. Qashshoqlik, martaba, quvonch, qayg'ular, unutilib borar muhabbat dardi, unutilar yillar, yo'llar, tuyg'ular. Dunyoda ko'p narsa unutilar asli, unutilar hatto yurakdagi dars, yaxshilarning mehri unutilmas, lekin unutilmas ular oldidagi qarz demishlar. Haqiqatan ham mana Botirjon akamiz aytganindek, Aminboy akamning yurtimizga, elimizga qilgan xizmatlari juda katta. Ana shu bog'ning o'zini ola turgan bo'lsak, shu gurlanimizni, shahrini bezab turgan
oliy bir imoratlarni ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, shu Gurlan elindagi har bir xonadondan dum bo'lmasa bitta dil egasi ishlaydigan yengil sanoat fabrikasini ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, Aminbek akamizning salmoqli mehnati, hayot yo'lining ibratli ekanligi yaqqol ko'z oldimizga keladi. Men ana shunday bir fursatda hurmatli inson Aminbek akamiz bilan ko'p vaqtlar birga ishlagan qadrdon do'sti, jonajoni Marks aka Jumaniyazovdan ham telegramma kelmişlar. Ana shu telegrammani o'qib eshittirmoqchi edim. Hurmatli Aminbay Vapayevich, o'zimning shaxsan qatnasha olmaganimdan afsusdaman. Sizni 70 yillik yubileyingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, baxt, saodat tilayman. Gurlanda qilgan ishlaringizni barcha biladi. Mening nomimdan do'stlarni, oila a'zolaringizni barchasini tabriklab qo'ying. Sizga cheksiz hurmat bilan Marks Jumaniyazov. Ko'p yashang, sog' salomat bo'ling. 100 yillik ayyomlaringizga borib o'tirgaymiz. Butun gurlanliklar Aminbek aka bilan hammalarimiz Marks aka salomat bo'ling. Mana shu davramizda ana bobosini tabriklab, otajonisini tabriklab, Aminbek akamiz Vapayevichni aqtiqlari, chovliqlari turibdi. Bir ajoyib satrlar bilan, dilbar ohanglar bilan ana shu kichkina singlimizdan boshlasak, keyin Xudo xolasa otasini bir tabriklab qo'ysalar, marhamat. Babajonim, babajon, 70da siz bir pasta, ana endi 100ga qarab intilib yashang asta. 70 bahor ko'rgan, 70 qish ko'rgan, 70da 70 ming xil yumush ko'rgan, har yumushda ming turli tashvish ko'rgan. Otajon boshingiz salomat bo'lsin, sizga yana 70 karomat bo'lsin. 100ga kiring, 100dan oshirsin Alloh, umringiz fayzini toshirsin Alloh, yomon kunlarni yashirsin Alloh. Otajon boshingiz salomat bo'lsin, sizga yana 70 karomat bo'lsin. Bizning ham baxtimiz ko'rib yurgaysiz, maqomu taxtimiz ko'rib yurgaysiz, kamolu shaxtimiz ko'rib yurgaysiz. Otajon boshingiz salomat bo'lsin, sizga yana 70 karomat bo'lsin. El aro mo'tabar piri badavlat, peshona ter bilan topdingiz hurmat, so'zlaringiz matal, ishingiz ibrat. Otajon boshingiz salomat bo'lsin, sizga yana 70 karomat bo'lsin. Yetmaganlar bor bu nurli ayyomga, ularning izlari tavob har jonga, soqiylar to'ldirib qo'ysinlar jomga. Otajon boshingiz salomat bo'lsin, sizga yana 70 karomat bo'lsin. Oq ko'rgan boshingiz ko'klarda bugun, sizga oppoq tilak ko'plarda bugun. Boshingizda toli o'kparda bugun, 70 yoshingizga qulluq otajon, amon boshingizga qulluq otajon. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman babajon. Bo'lmasa marhamat tabriklab qo'yinglar otangizni. Qani tezlashinglar. Otalar sha'niga loyiq so'z demoq, tabarruk bir kitob yozish bilan teng. Bularning mehri ko'pa misli charoq, bag'ri ham yulduzli osmon kabi keng. Sharqona tashbihni olsam gar yodga, bir nomi buzurg u bir nomi faqir, zaminni kaftida tutib avlodga butun yetkazgan otalar axir. Yuksaklarda uchgan sarlochin, nazar uzmagandek palaponidan bardavom naslini asramoq uchun axir ota qavmi kechgan jonidan. Non degan farzandning o'tli xitobi, goh uni tiriklay choqlari tiqqan, gohida hayotning achchiq zardobi sochlarda qirovdek ko'pirib chiqqan.
taxti Süleyman'dan balanddir beşak. Ata deb atalmış mertebe-yu baxt farzand ulg'aymoqda. O'lim yo'q demak, atalar ilgida zaman bilan vaqt. Xudo qalasa 100 yoshlik tavallud ayyomlar, 120 yoshlik muborak onlar talingizga bitilib, shunday nurafshon ayyomlarga to'rt ko'z tugal barchamizni Allohning o'zi yetirsin. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, qadrdon insonlar, mana Sho'ra bolam yonimda turibdi. Sho'ra bolam butun el va yurtning hammalarining qalbidagi aziz istaklarini, beg'ubor tuyg'ularni o'zining ajoyib xizmatlari bilan gurlallar qilib yurtdi deb turibdi. Kelinglar, butun gurlallar bugun xizmatda ekan. Mehmonlar esa izzatda ekan. So'z va navolarini shaylab, ovozlarini shaylab, ana shu to'yga fayz baraka kiritamiz. Ana shu to'yni shod va hurram bo'lib o'tishinda xizmat qilamiz degan hurmatli xalq baxshisi Qalandar akamiz Narmetov mana shu davramizga qadam ranjida qilmishlar. Mana Alma opamiz ham bor davramizda. Gurlanning hamma san'atkorlari mana shu yerda jamlar. Kelinglar, Ergashchi akamiz Yusupov bir ajoyib niyat qilsin dag'in, keyin navbatni san'atkorlarga bersak. Marhamat Ergashchi aka, niyatlaringiz, tilaklaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli eldoshlar, aziz mehmonlar. Mana bugungi davrada shu Qoraqalpog'iston Respublikasini mana Amudaryo tumanining hokimi Rajab akam kelib o'tiribdilar. Bir guruh, bir katta bir o'zini akalar, ukalar bilan shuning uchun men hurmat bilaman shu Rajab akamni iltimos qilaman. Birgalikda bir qolaversa, bu yerda Shovot tumanining hokimi Bo'g'an Tajiyev o'tiribdilar. Bo'g'an Tajiyev ham kelsalar so'z kamroq bo'lib, ko'proq bir ashula bo'ladi shunda. Rajab aka marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugungi bir yubiley desak ham bo'ladi, juda katta niyat desak ham bo'ladi. Biz uchun juda bir katta quvonch bo'lgan bugungi tantana qatnashchilari. Assalomu alaykum Embay aka. Avvalambor men sizda mana shu yon qo'shni bo'lgan, jon qo'shni bo'lgan Embay akani o'zining yeldan ham ortiqroq, o'zining oqsoqollardan ham ortiqroq hurmat qiladigan, sevadigan mana shu amudarachlar nomidan, mang'ichlar nomidan bugungi tantana bilan qutlashga ruxsat qilsangizlar. Endi mana hozir mana shu to'y boshlanishda, sho'ra kelishda Embay aka haqiqatan ham bir 2-3 kun oldin mana shu sizning qutlug' bir muborakbod niyatingizni eshitib juda xursand bo'ldik. Mana shu tumanimizda siz bilan sizni biladigan juda ko'p insonlar bor. Qaysi birisiga aytsam ham, Embay akam mana shunday qutlug' bir yoshga yetibdimi? Mening ham nomimni tabriklab qo'ying. Albatta shu boramiz, ko'ramiz degan nimalar bo'ldi. Shuning uchun yana bir marta menga ruxsat bersangiz, mana ko'p ming sonli sizni hurmat qiluvchi, sizga bir havas bilan qarovchi, sizning qilayotgan ishlaringizni, qilgan ishlaringizni umuman sizning bir mana bu yerda Alisher aka men bir so'zni o'ylanib o'tirdim. Qanday so'z to'g'ri kelar ekan Embay akama deb, el mehrina bir sazovor bo'lgan ajoyib inson degan so'z men o'ylayman bir juda o'rinda bo'lgan so'z bo'lib o'tiribdi. Mana bu yerga kelib ham yana bir marta biz shuning mana yoshulli yoshchilarda butun qo'shnilarimiz bo'lgan gurlarlik hamma el-elatda ko'rib turib, mana shunga bir amin bo'lib o'tiribmiz. Embay aka, mening istagim mana yana bir marta sizga sog'lik, salomatlik, mana shu sizni hozirgina tabriklab, yaxshi niyatlar bilan kelgan nevaralaringizning, chevaralaringizning, umuman Embay akamning davomchilarining hammasining shu quvonchi sizga ham muvaffaqli bo'lib turib, ham hamroh bo'lib, mana bugun ham bir navbatdagi bir quvonchingizni o'tkazyapmiz deb turib hisoblab, mana shunday quvonchlar hayotingizda ko'p bo'lishini biz tilakdoshmiz. Yana bir marta Embay aka, mana siz orqali, sizning quvonchli kuningiz orqali hamma vaqtdan bir xayrli ishlarni qilib yurasiz. Men bu yerda mana shu elimizning katta-yu kichik bir hurmatli insonlarni ko'rib o'tiribman. Ko'pchiliklari mana shunday bir baxtga, yaxshi kunga sazovor bo'lgan insonlar, ko'plari mana birgalikda qadam tashlayapmiz.
men bir niyat qilar edim hammamiz ham mana shunday kunlar sazovor bo'lsin. Mana bu yilgi yilimiz ham men hozir elingizning rahbarlarini, yigitlarni hammasini ko'rib o'tiribmiz. Qadamlar qutlu bo'layotir. Shu yillarda qutlu qadamlar bilan MBA akamning yubiley yilida elimizda siz istagan yangiliklar ko'p bo'ldi deb sizni yil yaqin yakuni bilan ham sizni xursand qilib o'tirish vaqti nasib qilaversin. Yana bir marta mana shunday bir elimizning ajoyib insonlari el qilgan, el uchun xizmat qilayotgan insonlar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, hammasi qutlu bo'lsin. Rahmat Recep aka. Benim Boğan Teciş, Şavat tumanının hakimi. Assalomu alaykum bugungi kecha qatnashchilari. Yine bugün bir Kahodalar yurti Gullan tumanında bir yaxshi kun bo'lib turibdi. Buni qalaversan bugun MBA aka Vapayevning yubiley to'yi. Endi MBA aka Vapayev to'g'risida bugun mendan burun gaplagan o'rtoqlar yaxshi gaplarni aytdi. Haqiqatan ham MBA aka to'g'risida bugun qanchadan qancha gaplaydigan bo'lsak ham arziydi. Yine MBA aka haqiqatan ham bu yunusni bitirib kelib mana shu Gullan'da o'zining ishini boshlagan ajoyib bir suvchi aytadi, u yurtda suv kelgan odam bir aziz odam deb hisoblanadi. Uni shu MBA aka shu odamlarni bir hisoblanadi. Endi MBA aka mana shu Gullan rayonida buni kichkinadan katta sohasinacha hammasida ishladi. Hammasida ham o'zini mehnati bilan mana shu tumana rahbarchilik qildi. Mana o'zim ham mana shu 82-83 yillarda 2 yil shu Gullan tumanida ishlab ketganman. O'zim MBA akani yaqindan bilaman. MBA akani endi bu yerda hozir aytib o'tirgan gaplarni aytadigan bo'lsak, endi ko'p hozina nabiralarini ko'rib, aqtiqlarni ko'rib haqiqatan ham xursand bo'ldik. Mana shunday gullar hamma ham nasib qilaversin. MBA aka endi shunday bir ajoyib bir ishlarni qilib turibsiz, xalq uchun xizmat qilib turibsiz. Hammasi shu o'rniga tushib turibdi. Xudo xolasa, Xudoning o'zi ham buni shunday qarab turibdi. Endi shu Kahodalar yurtini MBA aka hamma ham siz bosh Kahoda bo'lib yuring. Umringiz oxirigacha endi shu nabiralarni, boshqalarni, qarindosh do'g'alarni to'ylarni o'tirishingizga bosh bo'lib o'tirish nasib qilaversin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin va butun shahodliklar tomonidan sizga uzoq umr tilayman. Yana bir marta assalomu alaykum hurmatli eldoshlar. Bugun Eminboy akani haqiqatan ham bir juda bir ulug' hayotindagi eng bir mazmunli kunlaridan birisi. Mana shu davraga qaragan insonning o'zi Eminboy akaga bahoni berib qo'yaveradi. Kelgan mehmonlarga qarab, qanday insonlar mana davrada o'tiribdi, shuna qarab Eminboy akaning kim ekanini baho berish mumkin. Bugun butun respublikamizga mehnati singan, viloyatimizga qolaversa mana shu Gullan tumanida juda katta mehnat qilib, elning mehriga erishishga muvaffaq bo'lgan bir ajoyib insonning yubiley kechasida o'tiribmiz. Eminboy akaning 70 ga chiqishini biz o'zi haqiqatan mana shunday bo'ladi deb kutuvdik. Sababi bu insonning qilgan mehnati, mana shu davraga qarasangiz ham qarindoshlari, do'stlari hamda ko'pchilik qismini shogirdlari tashkil qiladi. Eminboy aka umringiz uzoq bo'lsin. 70 yosh Xudo xolasa bugungi mana shu aqtiqlarda she'r aytib, sizni quchoqlab, gul berib turishimda hali 70 yosh hech narsa emas. Xudo xolasa, Xudo buyurib, ana shu aqtiqlar, cho'liqlarda to'ylarni, ularning ham katta yubileylarni berib o'tir sizga nasib qilsin. Sizga sog'lik tilayman, uzoq umr tilayman, sog'likdan mustahkam sog'lik tilayman. Sog' salomat bo'ling, bizga yoshlarga doimiy ravishda shu o'zingizni
məsləhətlərinizdə yol göstərib, çıraylı bo'lib bizi aldığımızda şu rəhbər bu yürüyüş nəsib qılsın. Gürləllilər, Əminbay aka siz Gürlənni təsəvvür qılıb bo'lmaydı. Əminbay aka sağ salamat olun. Ko'p yashang, salomat bo'ling Ergashoy aka. Rahmat, niyatlaringiz, tashakkurlar bo'lsin sizga. Hurmatli mehmonlar, qadrdon insonlar. Ana shunday qutlug' ayyomlarda elga, yurtqa qayishgan insonlarni xonadonda bo'layotgan har qanday yig'in shunday do'stlar diydoriga to'liq bo'lib davom etaveradi. Ana shu davrada biror bir dil egasi yo'q-kim Aminbek akamizning sha'niga ezgu niyatlarni izhor qilish navbatini kutayotgan bo'lsa. Hozirgi dil so'zlar uchun navbatni ko'p vaqtlar birga ishlagan qadrdon do'stlardan Baxtiyorjon aka Yusupovga so'z navbatini beraman. Baxtiyor akamiz ham tabriklab, muborakbod qilib qo'ysinlar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, gullarliklar, mehmonlar. Bugun mana eng qadrdon akamiz Emin Abayevning 70 yosh yubileyiga yig'ildi. 70 yil bu juda katta masofa. Bu 70 yoshda insonning hamma tilak istaklari hayotida, oilasida, atrofida hammasi ro'yobga chiqadi. Mana shu 70 yil oson emas bu 70 yilni bosib o'tish. 70 yilning yo'llari qing'ir qiyshiq, past baland, har xil murakkabliklar. Mana shu yo'llardan to'g'ri yo'l topib 70 yoshga chiqishning o'zi katta gap. Yaxshilik bilan, xursandchilik bilgan qiyin kunlar ham, ayanchli kunlar ham bo'ladi 70 yoshda. Mana shu 70 yoshda Emiyoboy shu qiyinchilik kunlarni Allohga shukr qilib hammasini o'tib mana 70 yoshga to'ldi. Endi men shu 70 yoshning bir 45 yilini bilaman. Emiyoboy partishkol tamomlangandan keyin shu Gurlan rayoniga kelib faqat bir Gurlan rayonida ishlagan, hammasida rahbarlik. Rahbarlik ishida Emiyoboyda Gurlan rayonida ishlagan odam yo'q, kadr yo'q. Lekin qayerda ishlasam, o'zining munosib hissasini qo'shib, haqiqatda vijdonan shu ishni bajarib ishladi. Faqat ish emas, ishni odamgarchilik bilan birga olib bordi. Hamma yerda do'st orttirdi, ko'p odam tuzini yedi, ko'p odamga tuz berdi. Shuning uchun viloyatda boshqa viloyatlardan Gurlan desa, Gurlanning Emiyoboy degan odamlari bor deb xalqlar aytadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun mana hamma xursandmiz. Emiyoboyning 70 yoshga to'lgani bilan mana Ostrovskiy degan odamni o'qiganmiz, shu bir gap aytgan. O'rischa aytganida uning ma'nosi hayot deydi, odam uchun eng qimmatli narsa bu hayot deydi. U insonga bir marta beriladi. Uni shunday yashash kerak. Biroz yillar o'tgandan keyin orqangga qayrilib, o'tgan umringga afsuslanib, men imkoniyatim bo'la turib shu ishni qilmabman deb o'tirma deydi. Menimcha Emiyoboy shu gaplarni aytmaydi. Ostrovskiy aytgan gapina to'g'ri keladi. Shuning uchun Emiyoboy endi bundan buyonda 70 yoshga kirgan odamga nima istak? Sizga uzoq umr, salomatlik, iloyim bolalaringizning yaxshi kunini ko'rish sizga nasib qilsin. Shunday yubileylar ko'p bo'lsin, 80, 90, 100 yoshlarni ham kiring. Shu vaqtda biz ham sog' bo'lib, siz bilan birgalikda mana shu yaxshi kunlarni tabriklab nasib etish hammamizga nasib qilsin. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, hamma yaxshi kunlarda, mana shunday tinch kunlarda uchrash hammamizga nasib qilsin. Rahmat Baxtiyor aka, niyatlaringiz, tilaklaringiz uchun. Ana shunday bir-biriga mehrli bo'lmish, bir-biriga muruvvatli bo'lmish, oqibatli bo'lmish insonlarning niyatlari ana shunday bo'ladi. Tashakkurlar bo'lsin. Rahmat. So'z navbatini hammamiz uchun ham juda ham bir manzur inson, hammamiz uchun ham qadrli Xorazm san'atining peshvolaridan birisi hurmatli Alma opamiz Haytoyga bersak navbatni. Alma opa, qadamlaringizga san'atlar bo'lsin. Xush kelibsiz elimizga to'y tomoshalarga. Ana bugun butun Gurlanimizning to'yi. Hamma qadrdonlar bugun xizmatda ekan, niyatlaringiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aminboy ata. Aziz do'stlar, qadrdonlar, eldoshlar, yurtdoshlar. Bu Aminboy aka degan odam 1000 yilda bir marta tug'iladi.
odamgarchilikli, mehmondo'st, xalqni hurmat qiladigan, elni hurmat qiladigan, o'z ishini sevib ishlab mana shu 70 yoshga kirdi. Her bir inson o'zini ishini sevib ishlasa, hech qachon qarrimaydi. Aminboy akamni hozir 70 yosh bermaydi hech kim. 50 yosh deb o'ylaydi. Chunki bu odam halol xizmat qilgan. Markus Jumaniyazovni bilan birga ishlagan. Aminboy aka meni jo'ram, Markus aka meni jo'ram. Shuningdek bir ilmdor odamlar bular. Aminboy aka, men size gapimni cho'zib o'tiribman. Size uzoq umr tilayman. Xudoyim aqtiq, cho'g'liq, nevara, chevaralarni taqti baxtına suyanish size nasib qilsin. Shularni to'yini qilish sizga nasib qilsin. Shularni to'ylarında xizmat qilish mana o'tirgan rahbarlarimiz, hokimlar, Botirboy, Islombek, bütün mana ayna Bedar Rustam akamlar, Botir akalar, O'ktam akamlar hamma tanish bilishlar gelip o'tiribdi. To'yingizda xizmat qilish Allohona nasib qilsin. Şu ulug' insonlara xalqimizda nasib qilsin. Gapimni cho'zib o'tiribman. 2 dona ashula aytib beraman. Size uzoq umrlarni tilab qolaman. Salomat bo'ling, ko'p yashang. Rahmat, tashakkurlar bo'lsin. Bo'lmasa Almaxon opamizni so'z suhbat uchun san'atkorlar turgan ajoyib bir suhbatga taklif qilamiz. Hamma kelmish mehmonlarga yeb, ichib, dasturxonga tortilgan noz-ne'matlardan bahramand bo'lib, ajoyib so'z navolardan bahramand bo'lib, ana shu to'yni shodiyonasiga sho'x kayfiyatlar bilan, ajoyib niyatlar bilan qatnashib o'tirmoqlarini istab qolamiz. Asli davlat dindadir. Mard bahimmatman dema.